Assalamu alaykum hürmetli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun usulul hadis yoki mustalahul hadis darsligimizni boshlaymiz. Oyatlardan yoki hadislardan hukm elish uchun old bilan biz oyatdan hukm elish uchun yoki ba'zi bir hukmlar haqida munozara yoki izlanish, tadqiqot olib berish uchun old bilan usulut tafsir yoki ulumul Qur'on bilan tanishib chiqishimiz kerak. Hadisni hukm elish yoki hadisni hukm qilish yoki dalil qilish uchun old bilan biz shu hadisning qoidasi bo'lgan usulul hadis bilan tanishib chiqishimiz kerak. Biz masalan arab tili o'qish uchun, arab tilini to'g'ri shaklda so'zlash uchun, to'g'ri shaklda ishlatish uchun nima qilamiz? Arab tilining qoidasini o'rganamiz. Shuningga o'xshash hadisni to'g'ri shaklda ishlatish uchun hadis qoidasini bilishimiz kerak. Oyatni to'g'ri shaklda dalil qilish uchun oyatninki, ya'ni tafsirninki qoidalarini bilishimiz kerak. Shuning uchun biz old bilan usul o'qishimiz kerak. Bizdagi vatanimizda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, umumyuzlik dinni bir butun tushunmaslik, diniy masalalarda tar doiraga kirib olish yoki xato dalil qilish va xato tushuncha kelib qilishning asl sababi nima desanglar, usul bilmaganlik. Oyat yoki hadisni usul bilmay bevosita kirgachga ba'zi bir hadislar o'ziga ziddak ko'rinadigan, uni jamlayolmaydigan mushundaq ahvollar duch keladi. Shundaqla xato hukm chiqarishga eb boradi. Shuning uchun biz old bilan hadis o'qishni ilgari usul hadis o'qishimiz kerak. Fiqh o'qishni ilgari usulul fiqh o'qishimiz kerak. Biz azroq madahal o'qidik, ammo usul fiqhni o'qimadik. Biz bundan keyin usul fiqh o'qiymiz. Hadis o'qishni ilgari usulul hadis o'qishimiz kerak. Ya'ni sahih hadis deb anglaymiz, zaif hadis deb anglaymiz. Bu nima degan gap? Isnod deb anglaymiz, tahrij deb anglaymiz. Bu nima degan gap? Bu hadis ilmi qachon paydo bo'lgan? Buni o'qiganning nima foydasi bor? Mushunga o'xshagan bir qism ma'lumotlar bilan uch bilan tanishib chiqishimiz kerak. Shunday vaqtimizda undan keyin biz usul hadisga to'g'ri muomala qila olamiz. Shuning uchun biz fiqhning keyingi, ya'ni asosliq usul darsimizni boshlaymiz. Bundan keyin inshaalloh bu usul hadisdan keyin usulul tafsir o'qiymiz. Yoki usul fiqh boshlaymiz. Undan keyin usulul tafsir o'qiymiz. Hammasining usuli bilan bir qatim tunishib bo'lgandan keyin undan keyin hadis o'qiymiz, tafsir o'qiymiz, texmi mukammal fiqh darsini o'qiymiz. Unda o'zi biz hozir o'qiydiganimiz usulul hadis yoki mustalahul hadis deb atalgan hadisning usul ilmi haqida bo'ladi. Biz bugun bu darsimizningki birinchi darsini o'qiymiz. Bizning bu darsligimizni o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz qaysi degan vaqtimizda Manzumatul Bayquniyya. Ya'ni İmam Umar ibn Muhammad ibn Fatuhul Bayquniyninki nazmlashtirgan usulul hadis matnisi. Endi men boshqa darslarda so'zlab o'tdim. Ilgari ilim rasmiy gullangan davrlarda ilmni texmi ixcham yodlashga oson bo'lishi uchun uni she'riy shaklga keltirgan. She'riy shaklda uni yodlab olsak, birinchidan zihnimizda yaxshi turadi, ikkinchidan ixchamlashadi. Shuning uchun men bu darsligimda asosliq shu nazmlarni asos qilaman. Chunki nazm o'qisanglar birinchidan ixcham, ikkinchidan kallanglarda mahkam turadi, uchinchidan bizga nisbatan, ya'ni ajamlarga nisbatan tarjima quvvatinglarni oshiradi. Endi abiyat deydi arab tilida she'rni, shundaqla ash'ar, shi'r deb ataydi. Shundaqla nazmi yoki manzuma deb ataydi. Ko'p hollarda bir fan yoki ilm she'rlashtirilgan bo'lsa, bu manzuma yoki nazm deb ishlatiladi. Bizim bugun o'qiydiganimiz hadis usulidagi nazmlashtirilgan, ya'ni beyt shakliga keltirilgan Manzumatul Bayquniyya. Endi bu kitobningki avtori Umar ibn Muhammad ibn Fatuhul Bayquni. Bu odamningki tarjimali bak to'liq emas, chunki ilgirki olimlarimiz o'zininki tarjim holini yozishga unchalik ahamiyat bermagan. Shunga bu odamningki ismi haqida ba'zilar Umar deydi, ko'p sonli olimlar, ba'zilar Toha deydi. Qaysi bo'lsa, ilmi bizga yetdi. Shundaqla bu kitob o'zi kichik bo'lsa-mu, faqat 34 beyt. Shundaq kichik bo'lsa-mu, hozir qadar ko'p sharhi qilingan. Demak, bir odamningki isminingki qaysi bo'lishi muhim emas, u odamning ilminingki yetib kelishi shu muhim.
Tercümanlık bo'lmasligida yana mınday bir sabab bor ekan. Buni ba'zi olimlar keltiribdi. İlgirki olimlar ixlos sababli qilgan ishini shu darajada yushirganki, hatto o'zining ismini mi yozmagan ahvollar bor. Masalan, ismi yo'q o'zi hozirga qadar darslik qilinayotgan nurg'un kitoblar bor. Masalan, Ajrumi deb grammatika haqida yozilgan kitob, Matnul bino sarf haqida yozilgan kitob. Hozirga qadar dars qilinayotdi, ammo avtorining kimligi aniq emas. Hatto ba'zi kishilar kitobni yozib bo'lib, ismini yozgan vaqtida shayton nafsi g'olib kelib, qalbiga riyo shakllanib qilib, kitobini yozib bo'lsa-mu, uni taqatmay do'stiga yoki o'quvchisiga vasiyat qilib, men o'lib ketgandan keyin bu kitobni taqatinglar. Bo'lmasa mening qalbimga riyo kirib oldi, men qalbim iyi olamadim deb, shunday qilgan ahvollar bor. Mana bu ilgirki olimlarimizningki axloqi va ixlosi. Bu kitob yozilg'ili 400 yil bo'ldi. Sharhisi intayin ko'p. Usul hadisdagi tunji usul hadisi qo'yilgan bolalarga nisbatan eng ko'p dars qilingan kitob. Bu arab davlatlarida rasmiy islom universitetlarida darslik qatoriga kirgizilgan nazmi. O'zina ait ixcham faqat 34 beyt. Biz endi bu beytni boshlashdan ilgari biz har bir darsligimizda o'qigan vaqtimizda qiladigan bir usulimiz va u bo'lsa-mu, bu fanninki, bu darslikninki ta'rifi, tunishtirishi nima? Nima bu fan? Mesela usul hadis degan nima? Yoki mustalahul hadis degan nima? Buni o'qiganning foydasi bor. Bu fanni kim tunji qatim mustaqil fan sifatida bir fanga akagan? Buning hukmi nima? Deganga o'xshagan shu ilmninki prinsiplar bilan tunishib chiqib, undan keyin biz darsimizni boshlaydik. Biz usul hadisni oldi bilan bu ilmninki prinsiplari haqida tunishib chiqamiz. Mabadi ilm mustalahul hadis. Usul hadis ilmininki mabadilari. Ta'rifi oldi bilan biz mustalahul hadis degan gapni ikki so'z bo'lg'achqa har birini ayrim-ayrim tunishtiramiz. Oldi bilan bu mustalah degan nima yoki usulda amatildi, mustalahda amatildi. Ilmul mustalah degan nima desa, ilmul mustalah deganimiz, asl mustalah deganimiz ramz degan ma'noda, belge degan ma'nosi bor. Lug'at jihatda, amma istilohiy jihatda mustalah ilmi deganimiz va ilmun bi usul va qawaid yu'rafu biha ahvalus sanad wal matn va min haythu al-qubul wal rad. Mustalah hadis deganimiz ilmun bi usul, bilish qoidalarni. Usul degan qoida yoki usulni va qoidani. Ilmun bi usul deganimiz qoida va usullarni bilish. Yu'rafu biha, bilinadi o qoida va usullar bilan sanatning ahvollari va tekstning, hadisning matnisi, ya'ni tekstning ahvollari min haythul qubul va rad, qabul qilish va rad qilish jihatdan. Endi umumiy bir gapirma. Mustalah ilmi deganimiz o hadisning sanadi va tekstning ahvollari qabul qilish va rad qilish jihatda ahvoli uning bilan bilinadigan qoida va usullarni bilish mustalah ilmi deb ataladi. Demak, bir hadis kelsa, bu hadisni qabul qilamdik yoki rad qilamdik. Qabul qilsak nimaga asosan qabul qilamiz? Rad qilsak nimaga asosan rad qilamiz? Shu hukmni chiqarishda tayinlagan qoidalarni biladigan, ya'ni qoidalar ne bo'ladi? Mustalah ilmi deb ataladi. Endi hadis degan nima desa, bu hadis deganimiz so'z degan gap lug'at ma'nosi, istilohiy ma'nosi ma'udifa ila nabiy sallallohu alayhi va sallam min qawlin aw fi'lin aw iqrarin aw sifa. Hadis deganimiz ma'udifa ila nabiy, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan. Udifa degan qo'shilgan gap-ku, nisbat berilgan. Payg'ambarimizga so'zdan, fi'l, harakatdan, iqror, tasdiqlashdan yoki sifatdan payg'ambarimizga nisbat berilgan narsa. Masalan, min qawlin deganimiz payg'ambar alayhisalom munda dedi degan bo'lsa, bu hadis. Min fi'lin deganimiz payg'ambar alayhisalom munda qildi degan bo'lsa, bu hadis. Aw iqror, payg'ambar alayhisalomning oldida faloni sahoba munda qildi, Rasululloh uningga iqror qildi, ya'ni tasdiq qildi yoki gap qilmadi. Bu hadis. Yoki payg'ambar alayhisalomning sifati, mayli u sifat xilqiy sifat olsun. Masalan, bir sahoba payg'ambar alayhisalomning chechi mandaqdi, rengi mandaqdi,
qo'li yumshoqdi deganga o'xshagan xilqiy yaratilma sifatlarini sifatlagan bo'lsa-mu, bu hadis. Yoki xulqiy, axloqiy sifatlarimi, u hadis. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ltirib suv ichadi yoki o'ng qo'lda tomoq yeydi deganga o'xshagan yoki ayoliga yaxshi muomala qiladi deganga o'xshagan axloqiy sifatlarmi hadis. Endi bu usul hadis ilmining temasi nima degan vaqtimizda, usul hadis ilmining temasi as-sanad wal matn va ma yata'allaqu bihima. Sanad degan nima biz buni tushuntiramiz. Men qisqa tushuntirib o'tay. Sanad deganimiz, masalan, bir hadisni payg'ambar sollallohu degan bo'lsa, uningdan bir sahoba angladi. Sahoba bir tabiinga, ya'ni sahobadan keyingi bir Rasulullohning ko'migan bir odamga deb bergan bo'lsa, u odam yana bir odamga deb berib, shu hadis kitob qilib to'plangan qadar bir qancha odam zanjirsimon shaklda bu hadisni yo'tkigan bo'ladi. Mushu zanjirsimon hadisni yo'tkigan kishilar hadisninki sanadi deb ataladi. Ya'ni bu hadisni naql qiluvchilar nima bo'ldi? Sanad bo'ladi. Demak, usul hadisninki tadqiqot o'rnimi ekan shu sanad, ya'ni hadisni naql qiluvchilar kishilar val matn va hadisninki matni. Shu hadisning matnimi sanadga aloqador bo'lgan matni. Va ma yata'allaqu bihi va shunga aloqador mazmunlar haqida so'zlaymiz. Undan keyin bu hadisninki paydo qiluvchisi, ijod qiluvchisi, masalan, boshqalar deyishi mumkin. Payg'ambar sollallohu usul hadis bo'lmadi, sahobalar usul hadis olganmi? Amaliyotda bu savol nihoyat johilcha. Ilmdan faqat nisiyasi yo'q odamningki savoli. Payg'ambar sollallohu hayotini bilmaydigan, sahobalarning ahvolini bilmaydigan. Payg'ambar sollallohu bir gapni qildi, sahobalar uni angladi, ijro qildi. Usul hadisga ehtiyoji yo'q. Nima ehtiyoji bor? Amma Payg'ambar sollallohu bir hadisni dedi, sahobalar dedi, undan keyin tabiinlar angladi, undan keyin tabiinlar angladi. Bu jihatda bu hadisni bir tabiin bir xil shaklda angladi, yana birisi bir xil shaklda angladi. Demak, buni qanday qilish kerak? Tekshirish kerak. Ma hadisini degan odam sal ishonchsiz, tekshirish kerak. Demak, bu yerda uni hadisni tekshirish, bekitish bosqichiga kirgan vaqtda usulul hadis qoidasi deydigan bir fan qana qildi, maydonga keldi. Demak, usulul hadis sahobalarning davrida yo'qdi, chunki sahobalarning davrida usul hadisga ehtiyoj yo'qdi. Keyin Hijriyaning taxminan 300-yili qanday qildi? Usul hadis paydo bo'ldi. Nimishqa bu vaqtda hadis qoidasiga, hadis usuliga ehtiyoj tug'ilgan deymiz. Buningki mustaqil fan qiluvchisi Abu Muhammad Hasan ibn Abdurrahman ibn Xallad Ramahurumzi. Bu adam Hijriyaning 360-yili vafot bo'lgan. Tunji qatim usul hadisda Al-Muhaddisul Fasil Baynar Ravi vel Va'i degan kitobi bilan usul hadis degan bir fanni maydonga keltirgan. Gerçi uning oldida hadisni tekshirishda ba'zi usullarni, ba'zi qoidalarni ayrim shaklda qo'ygan bo'lsa-mu, hammani jug'lab akilib bir fan qilgani Abu Muhammad Hasan. Endi buni qanday foydasi bor desa, albatta usul hadis o'qisak, sahih hadis bilan zaif hadisni qanday qila olamiz? Farqlantira olamiz. Ya'ni sahih bo'lsa qanday bo'ldi ekan hadis, zaif bo'lsa qanday bo'ldi ekan, unga amal qilamdimi, qilmamdiq. Hasan desa bir hadisni unga amal qilg'iliq bo'lamdi, bo'lmamdi. Buni bilamiz. Onun isimleri, yani bu fanning isimleri hem de qandaq atalg'ular atıldı desa, usul hadis deb ataladi, mustalahul hadis deb ataladi, ulumul hadis deb ataladi. Qaysi xil ism bilan atalsin, hammasi hadis qoidasi, hadis usuli haqida shu so'zlaydi. Bunun hukmi nima usul hadis o'qishning desa, fardu ayn ala kulli man arada an-nazar wal istidlal min al-kitabi was sunnah. Qur'on hadisini hukm alay, delil alay ve men aradan nazara ve tadqiqot ebbaray degan odam uchun farz ayn. Ammo men boshqalar hukm chiqarib bersak, bu shunga amal qilay degan odam uchun farz ayn emas. O'rganmasam bo'ladi. Ammo shariat ilmi bilan mashg'ul bo'lmaydigan odamningki o'rganishi farz ayn. Endi biz ikkinchi mavzu manzumulda, baytilda chiqadigan ba'zi bir atalg'ular bor. Usul hadisdagi atalg'ular. Bu atalg'ularni bir tushuntirib o'tmasak, sizlar men uning arabchasini demaman bundan keyin. Arabchasini degandan keyin bu nima degan gapdir deb ikkilanib qolasizlar. Shuning uchun Taysir Mustalahul Hadis Mahmud Tahonning shu kitobidan elingan muhim ta'rifatlar bilan oldin bilan tanishib o'tamiz. Undan keyin biz darsimizni boshlaymiz. Xabar. Bundan keyin sizlarga xabar deb kiradi. Xabar degan nima desa, xabar deganimiz
Peygamber aleyhisselamdan naql qilingan ve sahabalardan naql qilingan hadislarning bulduğu xabar oludu. Mesela bir söz, bir hüküm Peygamber aleyhisselam naql qilinishdan buludu, o hadis buludu. Ama Peygamber aleyhisselam ve başqalardan naql qilinganni umumiy şekilde deb ataymiz, xabar deb ataymiz. Xabarning lug'at ma'nosi Uyg'ur tilimizdagi naba, ya'ni xabar degan ma'noda, istilohiy ma'nosi ma jaa anin nabiy sallallohu alayhi vasallam aw an g'ayrihi. Peygamber aleyhisselamdan kelgan ve onun başqasidan kelgan narsalar. Xabar esa mutlaq hadislarni ko'rsatmaydi, mutlaq asarlarni ko'rsatmaydi. Har ikkalasi qanday qildi o'z ichiga oladi. Endi asar. Asar degan nima desa, asar deganimiz lug'at jihatda baqiyat shay, bir narsaning izi degan gap, ama istilohiy jihatda ve huve ma udife ile sahabe ve tabi'in min aqwalin ev af'al. Asar deganimiz sahabalarga yoki tabi'inlarga nisbat berilgan söz yoki hareketler. Falan sahabe mundaq qildi, falan tabi'in mundaq qildi yoki mundaq dedi degan bo'lsa, bu asar bo'ladi. Hadis bo'lmaydi. Ammo xabar deb atalib bo'ladi. Demak, xabar hadisnimi, asarnimi o'z ichiga oladi. Ammo xabarni ba'zanlar hadisning murodifi, ya'ni ma'noda so'zi deydiganlarmi bor. Senet degan nima desam ben bayat tushuntirdim. Bir hadisni payg'ambarimizdan taki u bir kitobga yozuvchi bo'lgan orliqda yutgan kishilarning hammasi, ya'ni zanjirsimon kelgan kishilar hadisninki sanadi deb ataladi. Ya'ni lug'at jihatda mu'tamad, tayangan degan ma'noda, ya'ni hadis yetib kelishda tayangan zanjirsimon kishilar. Ya'ni istilohiy jihatda silsilatur rijalil musalil metniga tutashgan kishilar, zanjirsimon kishilar. Yani hadisning metnisiga Peygamber Aleyhisselam'dan İmam Buxoriy palandan anlab, o palandan anlab, o palandan anlab, ta ki Peygamberimizga tutashgan bo'lgan arliqdagi o'sha zanjirsimon kishilar nima bo'ladi? Sanad bo'ladi. To'rtinchisi isnad. Isnad degan nima desam, isnad degani, ya'ni bu isnadi nima deb, isnadi qanday ekan deymiz-ku, isnad deganimiz hadisni degichga yulash. Yoki isnadi kim ekan deymiz. Isnadi kim ekan. Ya'ni bu hadisni Peygamberdan Abu Hurayra rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisning isnadi Abu Hurayra. Yoki bu hadisni Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisning isnadi Aisha deganga o'xshagan. Onunki metni, tekst degan gap, ya'ni hadisning tekstini ko'rsatadi. Bu tushunishlik. Ya'ni lug'at jihatda ma suliba va irtafa'a min al-ard. O ma salaba va irtafa'a min al-ard. Zamindan qattiq bo'lgan va ko'tarilib qolgan. Bir cho'qatmoqqa o'xshash zaminda ko'tarilib qolgan narsani metn deymiz. Ya'ni qattiq degan gap lug'at jihatda, ammo istilohiy jihatda ma yantahi ilayhi sanad min al-kalam. Ya'ni shu sanad zanjirsimon kishilar oyoqlashib, naq hadisning mazmuni nima bo'ladi? Metn bo'ladi. Sanad oyoqlashgan narsa, min al-kalam, ya'ni jumladan boshlangan. Musnad degan nima desanglar? Musnad. Musnad deganimiz masalan Buxoriyning kitobi, Imom Buxoriyning kitobi, Imom Muslimning kitoblari hammasi fiqhiy bobiga asosan tuzilgan. Masalan, tahorat bobi desa, butun tahoratga aloqador hadislar bu yerga jo'langan. Namoz bobi desa, butun namozga aloqador hadislar bu yerga jo'langan. Endi musnad deydigan bir turli kitoblar bor. Bu qanday desa, unda fiqhiy boblarga asosan emas, sahobalarning ismining tartibi bo'yicha qanday qilgan hadis to'plangan. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ismini qo'ydi. Shuning ostiga meyli namozga aloqador bo'lsin, meyli hajga aloqador bo'lsin, shu Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarning hammasi to'planadi. Undan keyin masalan Aisha desa, Aisha onamiz rivoyat qilgan bütün hadislar meyli uning temasidan bo'lsin, bir yerga to'planadi. Demak, sahabalarning ismining tartibi bo'yicha, ya'ni sahabalarning tartibi bo'yicha hadis to'planib yozilgan kitobning ismi musnad bo'ladi. Masalan, İmam Ahmed'ninki Musnad deb bir kitobi bor. Bütün hadislar sahabalarning ismi bo'yicha qanday qilingan, to'plangan. Musnad lug'at jihatda ism maf'ul min asnadadan chiqqan, ya'ni yuylangan degan gap. Musnad degan asli asnadadan yuyildi degan gap shunday-ku. Musnad bo'lsa yuylangan degan gap. İstilohiy jihatda kullu kitabin jumi'a fihi marwiyat kulli sahabi ala hida. O har qanday kitobga to'plandi, u kitobga hamma sahabalarning rivoyat qilgan, naql qilgan hadislari alahida. Alahida, ya'ni o'z oldiga.
hamma sahabininki naql qilgan hadislari öz aldığı toplangan kitapның hammasini nima ataladi? Musnad deb ataladi. Endi muhaddis, palani muhaddis, albani muhaddis deymiz shunda-ku. Muhaddis degan nima desa, hadis ilmi bilan shug'ullanadigan kishi. Qanday hadis? Hadisninki ilmi desak, bu ikki turga bo'linadi. Masalan, hadisni hukm qilish, ya'ni hadisninki matnisi, tekstga aloqador bu bir ilm. Yana birisi hadisning sanadiga aloqador bir ilm. Qaysi desa, har ikkilisi. Bu hadisninki tekstga aloqador bo'lgan ilmni ulumul hadis rivoyatdan deymiz. Ama hadisninki sanadi, uning sahihligi, zaifligi buningga aloqador bo'lgan ilmni deymiz. Ulumul hadis yoki ilmul hadis dirayatan deymiz. Ama muhaddis degan qanday bo'ldi? Va may yashtaghi bi ilmil hadis rivoyatan va dirayatan. O hadis ilmi bilan mayli rivoyat jihatda, ya'ni hadisning mazmuni, teksti jihatda, uni yani dalil qilish jihatda bo'lsin, va dirayatan va hadisninki sanad itibari, ya'ni sanad bilan mashg'ul bo'lgan. Masalan, usul hadisga o'xshash. Bunda qadam ikkilisi bilan mashg'ul bo'lgan odam deymiz, muhaddis deymiz. Shunga muhaddis degan unda oson bo'lmaydi. Bizning davrimizda hozir muhaddislar asosan yo'q deylik. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizningki bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh biz kelarki soatlik darsimizdan boshlab manzuminingki tekstidan boshlaymiz. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده